Fermachi qaynona yaylovdamisiz? Qarang. Cho'pon kuyov keling. Qo'yxonalar tinchmi? Oling bu qo'yingizni o'sha kuni mol bozorda qorong'iga aldab o'tkazib olibsiz-da menga. Faqat yotadi, och qolsa baqiradi. Kecha yem-xashak yegandan keyin oxirini tozalamay qo'ygan bu. Sal qattiq gapirsa shoxlaydi o'zicha. Men nima qildim sizga? Ana boshlayapti yana. Poda bilan yurgisi kelmaydi, alohida o'toq qilib chiqaylik deydi. Alohida o'toq qilib o'toq bormikan? O'shani aytaman-da, 15 kunda bir tuyoqlarni bo'yayman deydi, junlarni bo'yayman deydi bu. Oling, bog'lang, men o'zimga boshqa qo'y topaman. To'xtanglar, molxonaga kiringlar gaplashamiz. Cho'pon kuyov, men sizga bu qo'yni oling deb yalinganim yo'q. O'zingiz shipon tagiga kelib yotib olgansiz. Shu qo'yingizni bermasangiz, bo'rni yoniga chiqib ketaman deb. Oldimingda uydagilar bilan kelib tishigacha tekshirib olgansizlar. Och qolsa baqirarmish. Och qolmasin, bedamakka poya bilan ta'minlab qo'ying. Shoxlaydimish. Kuyov, daraxt bo'lmasa shamolni chiqimillamaydi. Kecha Jefferson Lopesga like bos keldi. Nima? Voy, sharmanda. Voy, beting qursin. Hali dummas katta qo'ylarga qiziqadigan bo'lib qoldingizmi siz? Men san qo'y desam, sen kazor jeyganing-ku. Hozir dadasi kelsa-chi, qo'lingizdagi tayoqni boshqa maqsadda ishlatadi. Uyat kuyov, uyat. Biz turaylik, qani ish bor edi. Qani, cherdaklaring to'la o't bo'lsa, sizlarni ko'ra olmaganlar ko'rsin. Qo'zichoqlaringiz ko'p bo'lsin, o'tovlaringiz xonzolaydan bo'lsin. Qamatim izlang, yorini yig'ishidan